cho'ng bir gullikning o'ttirsidagi kichikkina bir uyda bir ama kishi yashaydi ekan. U gullarga yaxshi ajr qilg'achqa bir yilning ichidagi 4 faslning hammasida rangarang, xushparaq ochilib turadi ekan. Bir kuni bir yo'lovchi bu kishidan so'rabdi: "Ko'zingiz ko'rmaydigan tursa, bunchalar jiq gulni beqib nima qilasiz?" Bu chaqda amma kishi o kishiga mundaq debdi: "Shundaq, ko'zim ko'rmaydi, ammo mening bu gullarimning xushparaq hididan, go'zalligidan sizga o'xshash nurg'ulg'an kishilar huzurini olaydi emasmi? Mana bu mening xushalliqim." Shundaq, biz mana bu parchadan bag'ishlashning qimmatini his qila olamiz. Siz o'zingizni so'ygan bilan yanada o'xshash o'zgalarni, atrofingizdagilarni, har bir kishini, har bir shaylarni so'yalsangiz, bu hayot sizga kulib boqadi.